huzur halovatga nima yetsin? Agar insonni nimadir qiynasa, u doim shu narsa haqida o'ylab siqilib yurishga majbur. Chunki odam qanchalik xursand yoki baxtli bo'lmasin, yo'lda ketayotgan paytda oyoq kiyimi tovoniga yoki barmoqlariga og'riq bersa, shu arzimagan narsa hamma narsadan o'tib ko'ngilni xira qiladi. Menimcha behalovat kunlar yoki tunlar barchamizga tanish. Hayotda nimalar bo'lmaydi deysiz. Kimdir nimadandir qochadi, kimdir esa nimanidir quvadi. Lekin taqdir hazilni qarangki, ikki holatdan xuddi aksi bo'ladi. Men bu so'zlar bilan huzur halovat katta ne'mat ekanligini, uni imkon boricha asrash kerakligini aytmoqchiman. Balki asrash kerak degan so'z g'alati eshitilar. Lekin aynan asrash kerak. Noto'g'ri ishlarni va ko'ngil buyurmagan yoki odamdan ortiqcha narsa talab qiladigan ishlarni qilmaslik ushbu huzur halovatni asrashga kiradi. To'g'ri. Nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Faqat bunda tarozini pallasiga odam o'z xohish, istagi va natijani qo'yib ko'rmog'i kerak bo'ladi. Oddiy odamlarda bu ishlarni bajarish chamamda unchalik qiyin emas. Chunki oddiy odamlarda behalovatlik odatda moliyaviy maqsadda ko'proq ishlash yoki nimadandir tejab qandaydir belgilangan rejani bajarish evaziga kelib chiqadi. Bunday behalovatlik esa uzoq davom etmaydi. Bog'otda Fatma chumchoq chirqirab tongdan darak berganda Mamat oyoqda edi. Og'ilxona yo'lagidagi arqon karavotda uning raxta xurjuni bilan safar xaltasi tayyor turibdi. Yiliga bir to'xli bilan bir echkiga yollangandi. Muhronasini ham tilamay ketyapti. Boy buvasi qarg'amas. Mamat xizmatini beminnat qildi. Nohaq tahqiriga ham churq etmay quloq soldi. Shunday bo'lsa ham yo'lga chiqish oldidan ko'ngli bir xil bo'lib ketdi. Ariq yoqasidagi qo'qon gullar qovjiragan, shotutning bargi sarg'aymak to'kilyapti. Mamat ketgandan keyin bari yetim qoladi. Hali nimalar kecharkan fayzi qochgan bu hovlida. O'zining boshida ne savdolar bor. Manzilu marohilsiz, noma'lum yo'llarni o'ylab yuragi uyushib ketdi. Momosidan qolgan kulrang mursakni to'shak ostida saqlab qo'ygandi. O'shani kiyib oldi. Eski mursakning taxidan qalampir munchoq hidi kelib ketdi. Chorog'ning yupqa tovoniga barmoq botardi. Lekin mayli. Poyma-boy bo'lsa ham uzoq yo'lda qor keladi. Paytava o'rab kiydi. Qoq non bilan jindek talqon, jiyda turshak solingan cho'liq kaltaning ipini qo'ltig'idan o'tkazib, yelkasiga ostida raxt xurjuni devordan oshirib irg'itdi. Keyin o'zi ham o'choq boshidagi rahnaga oyoq qo'yib, qo'raga oshib tushdi. Tandir ustidagi loy tovuq tap etib yerga tushib, tarnovda ko'kolashgan mushchalarni cho'chitganda, Mamat xavotirda birpas jimib turdi-yu, keyin tomorqadan uvat yoqalab yurib, zaxkash qo'rg'ondagi toshoxurga yaqinlashdi. Atrofga alanglab olib chorig'i bilan go'ngni titkilarkan, boyagida yiltillab yotgan sadaf quti yuragini o'ynatib yordi. Bu qandaydir vahimali, qaltis ko'chaga kirayotganini fahmlardi. Lekin endi uni faqat davom ettirish mumkin, boshqa yo'l yo'q. Qutini yengi bilan artib, ola xurjunning katta ko'ziga soldi. Sal o'ylab turgach, kichik ko'zdagi ehtiyot paytavi bilan qiyiqdagi yarimta zog'orani ham ustidan bostirdi. Katta ko'zini oldinga, kichik ko'zni orqaga qilib, safar xalta ustidan oshirib tashladi. Yag'ri chiqqan gilam do'ppini bostirib kiyib yo'lga tushdi. U yukdan sal bukchaygan, oyoq uchida bosardi. Tomorqalardan o'tgach avval qir yoqalab ketgan poda soqmog'idan aylanib borishi, undan katta yo'lga tushish kerak edi. O'zi qishloqdan nari chiqmagan bo'lsa ham shahar yo'lini biladi. Halimboyvachchani necha marotaba ko'pkariga otlantirib kuzatib qo'ygan. Shaharga yetib olgandan keyin esa tamom. U yerda simga qatnaydigan otash arava albatta bo'lsa kerak. Shahar bo'ladi-yu bo'lmaydimi? Mamat topib oladi. Faqat buni qanday amalga oshiradi hali noma'lum. Chunki mana bu ko'krakdagi liqillab ketayotgan quti noqulay do'mpayib turibdi. Ataylab ko'rar ko'zni o'ziga tortayotgandek. Ustiga ustak o'lguday og'ir. Og'irligi mayli-yu, ko'kragini negadir qizitib bosib tushyapti. Poda yo'li o'nqir-cho'nqir, qum shag'al. Mamatning peshonasi hozirdan nam tortib, bosgan qadami unmas edi. Lekin unga yo'l bosish cho't emas. Hozir esa ayniqsa,
U go'yo ko'pchilik bilan birga uni intizor bo'lib kutishyapti. U kimlarnidir qutqargani ketyapti. Xurjunda ularga najot eltayapti. Har qancha yo'l bo'lsa bosadi, yolg'iz emas. Biroq g'ira-shira tong yorug'ida yo'l yoqasida kimnidir qorasini ko'rib, bo'riga yo'liqqanday seskanib tushdi. Xayriyat, saharqez qariya ekan shekilli, turog'i tagidan turib ishtonbog'ini ushlagancha tomorqaga o'tib ketdi. Mamat yengil tortib jilmayib qo'ydi-yu, odam sharpasidan qo'rqish ko'ngilda g'ashlik bo'lib qoldi. Nahotki bundan buyon shunday bo'laversa, o'g'ri emas-ku, o'g'ri emas. Lekin bu kimning qanday o'ylashiga bog'liq. Odamlar esa har xil bo'ladi. Hali Mamat ne nusxalarga duch kelar ekan. Bir o'ylasa hayot mamoti qil ustida. Bunday yukni ko'tarib yurgan odam jahonda nechta emish? Yo yetkazib beradi, yo uchinchi yo'l yo'q. Mana shu dahshatli ishga u tavakkal qilib jonini tikdi. Orqaga qaytadigan yo'l ham berk. Boy buva ham bomdoddan keyin hovliga chiqadi albatta. Avval Mamatni yo'qlaydi. Mamat esa yo'q. Hay, og'ilxonada ivirsayotgandir, yo bo'lmasa yana cho'pon cho'liq ulfatlarni qumsab, yaylovga yo'l oqib ketgandir. Mamat xo'jayinning chorvaligini o'ylab jilmayib qo'yadi. Boy buvani boyota qilgan mana bu quti edi. Endi u Mamatning yelkasida shaldirab ketyapti. Chindan ham, Salim chorva aytganday taqdirning g'aroyib chalg'u o'yinlari bo'lar ekan. Poda so'qmoq toqqa qayrilib, qadrdon tezak hidlari orqada qoldi. Shahar yo'li to'piqdan tuproq ekan. Tovoni teshik chorig'i birpasda og'irlashdi. Kun qiyomdan oqqanda Mamat yo'l chetiga o'tirib, yarimta zog'orini yeb oldi. Tunroqdan shabnam ko'tarilib yer isib qolgandi. Chorig'ini yechib xurjunga, qutini yoniga tiqishtirdi. Bu ma'qul bo'ldi. Begona ko'zni shamg'alat qiladi. Kun qizib yo'l ham, nafas ham og'irlashdi. Uzoq yaylov yo'llarning yalang oyoq bosadigan Mamatning sertuproq arava yo'li tez toliqtirdi. Gilam do'ppi tagidan ter oqib boshning qo'tirlarini achisha boshladi. Kechga yaqin somon ortgan bozorchiga yalinib tuyasiga mingashishga majbur bo'ldi. Lekin tuyakash bilan yonma-yon bo'lishning betinim xavotiri yo'l azobidan ham og'ir edi. Kimning bolasisan, xurjiningda nima bor deb so'rab qolish ham hech gap emas. Qayrilib qarasa ham yuragi shuv etadi. Gapga og'iz juftlasa ham odamdan hayiqish bu yangi tuyg'u, g'alati, og'ir, begona tuyg'u edi. Umrda odam bolasidan xavotir olmagan Mamat o'ziga o'zi yomon ko'rinib ketdi. Xayriyat, bozorchi to'ngroq odam ekanmi, o'z xayoli bilan bandmi, bora borguncha bir og'iz ham gap qotmadi. Kechqurun bir qishloqqa yaqinlashganlarida Mamat somon bosilgan chipta qoplar ustidan sirg'alib tushdi-da, qulluq amaki deb chang ichida yana piyoda lo'killay boshladi. La'nati qutidagi lashlush betini shaldirab asabiga tegardi. Somon ortgan tuya qishloqning serterak ko'chalariga kirib yo'qoldi. Mamatning qadami borgan sari suslashardi. Kuz kechasi birdan bosib tushadi. Qo'nog'a topish kerak. Ko'cha-ko'yda yotib qolib bo'lmaydi. Hammom, xumdon ham to'g'ri kelmaydi. Ko'rar ko'zda shubha tug'dirishi mumkin. Bu mahalda birov eshigini ochsa ham, ochmasa ham bir nava, lekin ochish amri mahol. Mamat kultepada uymalashgan daydi itlardan uzoqroq aylanib borib, guzarga kirdi. Omadni qarangki, katta yo'l ustida choyxona bor ekan shekilli, chirog'i ko'rindi. Tolzordagi hovuzning zax nafasi yuziga urildi. Mamat shu tolzordagi yozgi so'rida qorong'ida o'tirib, so'nggi choyxo'rlarning tarqalishini kutdi. Nihoyat, choyxonachi lampa chiroqning piligini tortib, bo'yra paloslarni qoqib o'ziga ko'rpacha sora boshlaganda, Mamat kirib bordi. "Samovarchi aka, yotib qolsam maylimi?" dedi u o'zining tavakkalchigidan yuragi o'ynab. Choyxonachi lunji osilgan, past bo'yli, semiz kishi edi. Iljayishdan mehrli ko'rindi. "Puling bormi?" "Yetimxonadanman, qishlog'imga boruvdim." Mamat yolg'onni do'ndirganiga o'zi ham qoyil bo'ldi. Yolg'on juda yarashiq tushgan edi. Chindan ham shunday bo'lishi mumkin-da. "Ha", dedi choyxonachi. Mamatni ko'zdan kechirdi. Mamatning nazarida u xurjunning katta ko'ziga bir zum tikilib qolganday bo'ldi. Balki unday emasdir. Balki Mamatning o'zi fikr-zikri quttichada bo'lganidan shunday ko'ringandir. "Yetimxonang qayerda?" "Simda, amaki." "Oho", deb yubordi choyxonachi osilgan lunjini cho'chchaytirib. Bu ham Mamatga shubhalanishday bo'lib tuyuldi. Lekin bu xavotir tez bosildi. Choyxonachi yomon odamga o'xshamas. O'zi ham, so'zi ham qandaydir yumaloq-dumaloq edi. Hozir ham simga boradigan yo'lni surishtirib olishning zavqxonasi kelgandi-yu,
Mamat o'ylab qoldi. Yo'lni bilmasang qishloqqa qanday kelgansan deb so'rab qolishi bor. Kira qol bo'lmasa, biz ham savobning bandasimiz dedi choyxonachi. Hov ustunning tagiga cho'zil. Mamat so'riga chiqib ustunning tagidagi bo'yraga cho'kkaladi-da, yukini yerga qo'ydi. Choyxona fayzli, issiq, non hidi kelib turardi. Zirqiragan badanlari yukdan bo'shab, yayrab ketdi. Eng dahshatlisi tun, eng xavflisi uyqu deb ko'ngildan kechirib kelayotgandi. Endi u mijja qoqmay shundoq o'tirib tong ottirishga ham rozi. Xurjunni yostiq qilib ustidan mursakni yopdi. Xaltaning og'zini yechdi. U bu yeb olishi kerak. Choyxonachi ham yotish oldidan qo'rdagi choynakni olib, qora chirog'ini yoqib keldi. "Qani musofir, choyga kel", dedi Namatga chorsisini yoyib. Mamat cho'chib tushdi. "Yo'q, rahmat amaki, talqonim bor. Kela qol. Issiq choy ichmasang hordig'ing chiqmaydi." Uning qo'lini qaytarishga hech qanday vaj yo'q edi. Lekin Xurjunni nima qiladi? Uning yoniga ko'tarib borib bo'lmaydi-ku. Qoldirib ketish ham. Mamat yuragini hovuchlab birinchi marta Xurjundan uzoqlashdi. Qutining turtib turgan biqinini bir ushlab, ustiga eski chorig'ini bostirib qo'ydi-da, tavakkal choyxonachining yoniga bordi. Choyxonachi kam gapidi. Bitta jonaqol Mamatning oldiga surib, choy quyib berdi. Qumg'on choy ichib o'rgangan cho'liqqa samovar choy yoqmadimi yoki xavotir olaverganidanmi? Choy ichganday bo'lmadi. Faqat shunisidan ko'ngli to'q ediki, choyxonachi yaxshi odam ekan. Bir og'iz ortiqcha gap so'ragani yo'q. Lekin endigina ikkalasi ham o'z o'rniga yotib tinchiganda, uchta ulfat kirib qolib buning hissasini chiqarishdi. Bo'zo'xo'rlikdan kelishyaptimi, gapkashtakdanmi, ish qilib beorroq, suronli ulfatlar ekan. Choyxonachini bemahal oyoqqa turg'izishdi. Bittasi sastib nashayizdi. Bittasi nuqul baqirib gapirardi. Kim u yotgan samovarchi? Choyxonachi tushuntirib berdi. Yetimcha, shunaqa ekan. Qani bu yoqqa chaqiringchi, bir chaqchaylashaylik. Mamatning qo'tir boshida sochining tomirlarigacha muzlab ketdi. Qo'y endi mulla, shuncha yo'l bosib kelgan bola baqir. Sizga ulfat bo'larmidi bir mishiqi? Choyxonachi ulfatlarga quyuq choy damlab, patnisda jindek g'alvirak bodom bilan 3 chaqmoq qahrabon novvot olib keldi. Nasha hidi chiqdi. "Qayoqdan bilasiz? Ehtimol xo'jayinning tillosini umarib qochayotgandir", dedi haligi baqiroq. "Hozir shunaqalar ham bor." Mamat yotgan joyida yaxlagandek qotib qoldi. Boshi ostidagi qutining qirrasi miyasiga sanchilib kirayotganda edi. Hozir turib qochish zarur bo'lsa, bo'g'inlari ham darmondan qoldi chog'i. Endi nima bo'ladi? U shunday qaltirab yotganda choyxona bir qalqib nimalardir jaranglab ketdi. Ulfatlar qah-qah urishardi. Xudo ursin agar hozir hamma kasofat mana shunaqa mishiqlardan chiqyapti, dedi baqiroq bangi og'izdan badbo'y tutunni shiftga purkab. U allaqaysi boyning uyiga o't qo'yib qochgan xizmatkori haqida baqirib gapirdi. Yo kamsamon qo'yadi otini, yo gvardiya. O'zi siz aytganday mishiqi, chilim bormi? Topib keling. Choyxonachi bechora katta boshi bilan yarim tunda qayoqqadir yugurdi. Mamat ustun tagida Xurjunni quchoqlab, g'ujanak bo'lib yotar. Bir nima qiladigan bo'lsa, ilingan joyini tishlab uzib olaman deb, butun kuchini bir joyga yig'ib, vujudi bir tugundek kichkina bo'lib qolgandi. Sershovqon ulfatlar tong o'tarda chiqib ketishdi. Huzur halovat o'g'irlari, dedi ensasi qotgan choyxonachi eshikka zanjir solarkan. Samovarga olov tashlab joyiga sekin yon boshladi. Huzur halovat, deb pichirladi tun bo'yi mijja qoqmay qaltirab chiqqan Mamat. Huzur halovat qolibdimi? Unga endi hech qayerda huzur halovat yo'q.